Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari. Bugungi kamin pechkamizni mana bitirib oldik. Farg'ona, Namangan viloyati Mingbuloq Momoxonga o'rnatib berdik. Zavodskoydan, olifta pechkasidan, oliftasidan. Videolar shunaqasini zakaz qilishdi. Mana olib kelib, o'rnatib, yoqib, sinadik. Hech qanaqa muammo yo'q, Xudoga shukr, zo'r. Tortishlari zo'r. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Aloqaga chiqib olasizlar, sarlavha nomerlar qoldiramiz. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Juda chiroyli. 1.5ligidan olifta pechka o'rnatib berdik. Mo'ri zigzag o'chib ketgan, sinchilib ekan, eski pechka bor edi, o'rnida o'rnatib berdik. Eski pechkalari hammomlikni oldin ishlatishgan ekan. Orqa tomonni ham ko'rsatamiz. Mana umuman tutun qaytargan yo'q. Hozir bu kraskasi kuyib olish uchun ozgina yoqib qo'yilgan. Kraskasi kuyib tutadigan tuta qoladi, keyin umuman tutamaydi. Pechkamizda orqa tomoni full varianti bu. Full variantda qanoti bo'ladi. Orqada duxovkasini reshetkalar bo'ladi. Mana eshikchalari chiroyli. Yozda ham hech kimga mushet qilmaydi. Chiroyli ko'rkam bo'lib, hech kimga mushet qilmay turaveradi. Uyda ko'rki bo'lib. Uydagilar sement qum, azbestni bo'lib qo'yadi. Qolgan ham yo'g'ini borib, o'rnatib yoqib beramiz. Mo'ri albatta zigzag bo'ladi. Tozaydigan joylari. Yonyapti. Xizmatlar vodiylar bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.